Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Metrodagi holatlarni ko'rsatib boraman sizlarga. Bugun 2026-yil 15-yanvar. Mana bu yerlardan tushdim, hammasi yaxshi. Chiyap yo'q. Metroga chiqib olamiz, kirdi-chiqdi joylarini ko'rsatib boraman sizlarga. Bu poyezddan tushdim. Endi bunisiga o'tib olaman. Пересадка qilamiz do'stlar. Bu yerdagi holatlar yaxshi, mana kirish chiqish joylari. Endi bunisiga o'tib olamiz. Metro oldik mana. Mana tushamiz endi metrodan. Xo'sh. Bu yerlarda ham hamma yo'q, tinch. Kirish chiqish joylarda. Endi chiqib ko'rsataman bu tomonlarni, holatlar qanday. Chiqqandan keyin ko'rsataman, video cho'zilib ketadi bo'lmasam. Tepaga chiqamiz, hozir ko'rsataman yog'i. Mana okalar xonasida o'tiribdi, lekin bor ekan. Tashqariga chiqamiz. Bu yerlar tinch. Kirish chiqish ishlari hammasi yaxshi. Hop, ko'chalarni ko'rsatamiz. Hammasi yaxshi. Qorni yuklab mana olib ketyapti. O'ngida asfaltlar ancha tozalanib qolgan oldingi holatdan. Do'stlar, kim kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib, bittadan like tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.